Hammamiz birgalikda ko'taramiz. Azizlarim, bir-birimizni yo'g'imizda emas, borimizni qadrlaylik. Qani, oldik. Bu kun kelishini har doim sezganman. Tushundim. Ishonching komilmi? Men uni yillar davomida ichimda saqladim. Charli, bu yerga kel. U rahm shafqat bilmas maxluqdir. O'z ishini tugatmaguncha to'xtamaydi. O'lim oilamiz ortidan kelmoqda. May oyida. Uvijon, nega bunday bo'lyapti? Ko'p yillar oldin men o'lim rejasini ko'rganman. O'shanda o'lim nima qilmoqchi ekanini oldindan ko'rib qoldim. Va ularni o'lishiga yo'l qo'ymadim. Bu yerdan ketishimiz kerak. Qutqarilishi kerak bo'lmagan insonlar. Ammo o'lim rejalariga aralashganda yoqtirmaydi. O'lim yaralishiga bu kitob senga oilamizni qanday himoya qilish kerak ekanligini ko'rsatib beradi. Guvoh bo'ling. Hammasi bundan boshlangan. O'lim bizni ortimizda o'zimizni himoya qilamiz. Ehtiyot bo'l. Faqat o'limni qabul qilibgina undan qutulishing mumkin. Balki o'lim bizning oilaga tegmasa-chi? Aniq shunday bo'ladi. Yaxshi qoling.